media jangchilarini yoqtirmayman degani emas u. Media jangchilarini sizga hozir qanday misol qilib aytsam bo'ladi? Ularga nisbatan misol Yo'q, keskin, agressiv. Yo'q, unaqa to'g'risi emas. Ular ham pulini topib boshqa qilib, mana shu orqali media qilib yuribdi. Lekin bu tomonni bitta narsani aytib turgan tomonim, agar men o'zim aytmayman, mana birorta odamni aytaylik, mana chiqib turgan bolalarni aytaylik, Doston Bozorovni aytaylik. Yana ko'zga ko'ringan aytib turishman, Vanefsilarda urushib yurgan bolalar bor, Rezinglarda urushib yurgan bolalar bor, chempionlar bor, zo'r urushayotgan bolalar bor, Ilhomlar, yana bitta Vanefsida Sanjar degan bor, necha 0, mana Xotam bor. Bular urushni ham biladi. Mashlar gapirsa, bularga yarashaveradi. Mediasini ham qilib, urushsa yarashaveradi. Nimaga? Bular lekin gapirmaydi. Bular mikrofonni olib, tas gapirib turib, o'rtaga chiqib ishlasa, urushsa, bu bo'laveradi. Nimaga Makgregorni hamma taniydi? Makgregor ko'p gapirardi, o'rtadan hamma nokaut qilardi. Endi urushni bilmasdan mana qilib gapiraversa, gapirib xohlagan qilig'ini qilsa, Instagramda promofir qilib xohlaganini qilsa, xohlaganini deyishsa, yurishsa, turishsa, yechinishsa, boshqa qilsa,